Instagramda trendga chiqqan 3 stakan pirinchigini tayyorlaymiz. Bizga kerak bo'ladi 2 ta tuxum. 2 ta tuxumni chaqib idishga solamiz. Qoshiqning uchida bir chimdim tuz solamiz. Ta'mga ko'ra kim xohlasa 2, kim xohlasa 3 qoshiq shakar soladi. Men 2 qoshiq shakar soldim. Bularni hammasini aralashtirib olib, oldindan tayyorlab qo'ygan iludan issiqroq sutni, iludan issiqroq suvni solib, aralashtirib, sekin unni solib, bir xil massa holiga keltiramiz. Bir xil massa bo'lgandan keyin 3 qoshiq yog' sovuramiz. Aralashtirib bo'lganimizdan keyin 10 minut tindirishga olib qo'yamiz. Oldindan qizdirib olgan tovamizga bir cho'mich massada qo'yib, oldi orqasi qizarguncha pishirib olamiz. Manda hammasi bo'lib birinchi qilib 10 dona chiqdi. Endi buni o'rash uchun qiymali nachinkali massa tayyorlab olib, 2 qoshiqdan solib, sekin o'rab boshladim. Xamirlar shunaqa yupqa, mayin bo'lib chiqadi. Sizlar ham qilishingizni tavsiya etaman.